2023-yil Google, Meta, Amazon kabi katta kompaniyalar o'zini ishchilarini ishdan bo'shatishni boshladi. Masalan, Meta'ning Facebook kompaniyasi 20 mingga yaqin. Dunyodagi eng katta logistika kompaniyasi Amazon bo'lsa 27 mingga yaqin ishchilarini bo'shatib yubordi. Eng qizig'i bo'lsa, xodimlarning o'zi ham nimaga bo'shatilganini bilmasdi. Chunki ular bitta xato ish yoki mas'uliyatsizlik ham qilishmagan edi. Ozgina vaqtdan keyin esa xodimlar nimaga ommaviy ravishda ishdan bo'shatilgani aniq bo'ldi. Buning sababi sun'iy intellekt edi. Tasavvur qiling, bitta sohani o'rganish uchun siz yillab vaqt sarfladingiz, universitetda o'qidingiz, tajriba orttirdingiz va bitta sohani mutaxassisiga aylandingiz. Lekin bitta sun'iy intellekt sabab siz ishingizni yo'qotdingiz. Alam qiladi. Men ismim Abdurahmon, 1 yildan ortiq tajribaga ega sun'iy intellekt mutaxassisiman va kasb markazida AI Visual offline kursini bosh mentiraman. Aynan bugungi videoda sun'iy intellekt sabab yaqin yillarda yo'q ketadigan 7 ta kasb haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, balki bu ro'yxatda sizning kasbingiz ham bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt sabab yo'q ketadigan ro'yxatimizdagi birinchi kasb bu copywriterlar va tarjimonlar. Chunki hozir GPT, Claude, Gemini'ga o'xshagan sun'iy intellektlar butun boshli kitobni bir necha sekunddayoq professional tarzda tarjima qilib beryapti. Yoki masalan, tilni bilmasdan turib sayohatga chiqsangiz ham boshqa til vakilligi odamlar bilan bemalol telefon yordamida gaplashishingiz mumkin. Ikkinchi kasb egalari bo'lsa bu call center operatorlari. Kompaniyalarga endi 24 soat telefonda o'tiradigan operatorlar kerak emas. Sababi hozir soundbot sun'iy intellektlari odamga o'xshab deyarli xohlagan savolingizga javob bera oladi. Eng qizig'i bo'lsa, u bir vaqt o'zida minglab mijozlar bilan gaplasha oladi. Siz navbat kutib o'tirishga shart emas. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, allaqachon xalqaro kompaniyalar yoki banklar shunaqa sun'iy intellektlarni ishlatishni boshlashyapti. Nimaga o'zi bunaqa sun'iy intellektlarga o'tib ketishyapti desangiz, chunki bular odamga nisbatan anchaga arzonroq, tezroq ishlaydi. Uchinchi ishini yo'qotadigan kasb egalari bo'lsa, bu dasturchilar, ya'ni junior developerlar. To'g'ri eshitdingiz. Dasturchilar o'zi yaratgan sun'iy intellekt birinchilardan bo'lib, ularni o'zining ishini olib qo'yishni boshladi. Sababi hozir junior dasturchilarning o'rniga AI yordamchini o'zi bemalol yetib bordi. Buni orqasidan katta kompaniyalarga, hatto senior dasturchilarning o'zi ham kirish qiyin bo'lib qoldi. To'rtinchi kasb egalari bo'lsa, bu buxgalter va ma'lumot kirituvchilar. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, kompaniyalarda oldin shu 4 ta buxgalterlar ishlayotgan bo'lsa, hozir bitta bosh buxgalter o'zi o'tiribdi. Buni sababi sun'iy intellekt mayda juda hisob-kitoblarni yoki boshqa buxgalteriya ishlarini xatosiz va anchaga tez bajarib beryapti. Buni faqat yo'naltirib turishingiz bo'ladi. 5-ishini yo'qotadigan kasb egalari bu grafik dizaynerlar. Hozirgi kunda dizaynerlardan xabaringiz bo'lmasa ham, unga to'g'ri tushuntirish va to'g'ri referens berish yordamida deyarli xohlagan dizayningizni chiqarasiz. Lekin bitta narsani esdan chiqarmaylik, sun'iy intellekt hozircha bu faqat instrument. Uni baribir kimdir yo'naltirib turadi. Navbatdagi ishini yo'qotadigan kasb egalari bo'lsa, bu VFXchilar, animatorlar va dublyaj aktyorlar. Hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, 2 soatdan oshiq to'laqonli film va multfilmlarni 100% sun'iy intellekt yordamida yaratishyapti. Va eng qizig'i, shunchalik tabiiy chiqyaptiki, agar sun'iy intellektlik haqida ma'lumot berilmagan bo'lganida, siz uni oddiy filmdan ajrata olmasangiz. Agar ko'rgisi kelayotgan bo'lsa, tepadagi havolani bossangiz bo'ladi. Oxiriga kasb etishimdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. 7-o'rin yaqin kelajakda yo'q ketmaydi-ku, lekin ehtimoli bor bo'lgan kasb egalari bu haydovchilar. Ko'rayotgan bo'lsangiz agar Amerika, Singapur, Xitoyga o'xshash rivojlangan davlatlarda haydovchisiz taksilar allaqachon ishga tushdi. Va eng muhimi, ular odamlarni manziliga ishonchli va xavfsiz yetkazib beradi. Yetkazib berishga keladigan bo'lsa, Amazon kompaniyasining yetkazuvchi dronlari allaqachon faol ishlayapti. Yandex bo'lsa o'zini yetkazuvchi robotlarini anchadan beri sinab ko'rmoqda. Bu degani yaqin o'rtada bu ancha ommalashib ketadi. To'g'ri, bu ma'lumotlardan keyin sizni ishga bo'lgan motivatsiyangiz tushib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin aslida sun'iy intellekt sizni ishingizni to'laqonli olib qo'ymaydi. Lekin sun'iy intellekt biladigan odam siz o'rningizga egallashi mumkin. Chunki hozir sun'iy intellekt yordamida har qanday sohadagi ishni osonroq, tezroq va professionalroq qilib amalga oshirish mumkin. Bu degani sun'iy intellekt kattaroq imkoniyatga eshigini ochib beradi. Hozirda uni to'g'ri ishlatadigan odamlar o'z sohasidagi raqobatchilariga qaraganda anchaga ko'proq daromad qilishmoqda. Menga buni o'rganishga kech deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yo'q, aslida hozir o'rganishga eng yaxshi vaqt. Buni hozir o'rgangan odam kelajakda umuman afsuslanmaydi, aksincha o'ziga rahmat etadi. Sun'iy intellektni o'rganish uchun hozir eng yaxshi joy esa bu kasb markazidagi AI Visual offline kursi. Agar sizga ham sun'iy intellektni o'rganish qiziq bo'lsa, kasb markazidagi AI Visual offline kursiga taklif qilamiz. Bu yerdagi hamma darslar o'z ishini mutaxassislar tomonidan o'tiladi. Agarda sizga taklifimiz qiziq bo'lsa va kurs haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, video opisiyasidagi havolaga o'ting. Agar bugungi videomiz foydali bo'lgan bo'lsa va xuddi shunaqa videolar ko'proq chiqishini xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling.